Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram jamoat, hurmatli musulmon qardoshlarim. Sizlar inshaalloh muhtasibati ham shaxsan o'z ismimdan ushbu muborak bayram bizga Aydalat Qurbon bayrami kunlarini erishuv bilan chin ixlos bilan tabrik etam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, Qurbon bayrami kunlarida Alloh taolo qarshısında onun rizoligi uchun qurbon shaludan da yaratganroq narsa yo'q. Şuna göre Allah Teala mümkünlük birsin, her birimizge o'zining emrini o'tab, qurbon chaluv yo'lasin o'targa, o'zining rahmatini, rizoligini erishirga, gunohlarimizdan poklanirga, hamda qilgan barliq ibodatlarimizni va shilgan qurbonlarimizni Alloh Teala qabulliqlarga erishtirsaydi, hamda shularning barabarini Alloh Teala illarimizga, kunlarimizga iminlik, barakat, tinchlik bersaydi. Ushbu bayram kunlarimizni mul tabunlar ortida tug'anlar bilan, yaqinlar bilan, balolar bilan, do'stlar bilan, Qur'on bilan, duo bilan o'tkazishga Alloh Teala nasib etasaydi. Shu vaqtda yarlı ham muhtaçlarına da bayramımız mübarek bulsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.